erini telefonini tiklashlik bu to'g'rimi yoki noto'g'ri? Eringizni telefonini nima maqsadda titkilayapsiz? Nazorat qilishdami? Ishonchsizlik sari birinchi qadammi yoki sizni gumoningizni tasdiqlash uchun harakatmi? Bu haqda juda ko'p mutaxassislar aytishgan va juda ham ko'p salbiy oqibatlarga ega ekanligini hammamiz bilamiz. Siz agar eringizni telefonini titayotgan yoki titishni o'ylab turgan bo'lsangiz, bir o'ylab ko'ring, nima maqsadda titmoqchisiz? Agar gumoningizni tasdiqlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, gumoningiz tasdiqlandi. Buning oqibatida sizni nimalar kutyapti? Urushlar, janjallar, ko'ngil sovishlar, hattoki ajrimlargacha borish. Siz bunga tayyormisiz? Yoki bu holatni siz bir katta inson sifatida nega bunday holatlar bo'lyapti? Ildizini davolashga harakat qilib, o'zingiz ustingizda ishlab, munosabatlarni balki to'g'rilash yo'li ham bordir. Albatta bu yerda tanlov sizniki. Qaysi yo'ldan bormoqchisiz? Niyatingiz, maqsadingiz qanaqa?